O'zimizni O'rta Osiyo ilonlarini olib kelganmiz. Bu ilonlarni nimasi kobra, gurza, efa uchta yo'nalish bor. Bular hammasi ilonlar, zahar ilonlar. Bularning asosiy farmatsevtik yo'nalish ishlatiladi bular. Hozirda bizda 30 ta ilon bor. Biza shu Tibbiyotda farm bilan institut, zoologiya hammasi bilan bizda shartnomamiz bor. Biz asosiy ishimiz ilmiy tadqiqot ham. Bularni ko'paytirish niyatimiz bor. Ilonlarning populyatsiyasini va tabiatga qo'yarish. O'zbekistonda bilsanglar agar kobra degan ilonimiz bor, lekin u qizil kitobga kirgan, ilgari juda ko'p edi, hozir sanoqli qolgan. Shu narsani oldini olish uchun ham shu pitomnik shu narsaga ham xizmat qiladi. Undan tashqari yangi yil arafasida Arabistonga borib, o'sha yerdagi eng katta laboratoriya bilan gaplashuvdik. Ular biza bilan ishlagiz ehtiyoji bor. O'zbekistonga kirolmay yurishgan edi. Endi xudo xolasa o'shalar bilan birga mana shu joyda, ya'ni mana shu pitomnikda ular bilan birgalikda shu zaharni parchalab, zahardan kerakli moddalarni olib, o'sha moddalar asosan kosmetika, farmatsevtika, har xil mazlar uchun ishlatiladigan mahsulot chiqarmoqchimiz. Shu bizani asosiy maqsadimiz.